Assalomu alaykum, rahmatullohi barakat. 18 ming olam podshohi Alloh taolaga hamd va sanolar bo'lsin. Janobimiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sog' salomatmisizlar? Eson-omon yuribmisizlar? Oilalaringiz tinchmi? Siz arqa qadrda ko'rib turibsizlar. Bizlar bugun Xollibuva masjidini qadam ranjida qildik. Bu masjidning adresini to'liq aytib o'tirsak, Xorazm viloyati Bog'ot tumani Nurafshon mahallasida bo'lib turibdi ish jarayoni. Xudo xolasa hozir ichana girib bir o'zgarishlarni o'zimiz bilgancha ko'rsatib o'tamiz. Molla tomon telefon qildik. Kimdir birov omonatini topshiribdi. Shu sababdan bora olmayman dedi. O'zingiz bilgancha ko'rsatib dedi. Xalqqa minnatdorchilik bildiring avvalambor dedi. Keyin yana ozgina yordam kerak bo'lib turibdi. Ehsonda bir bardavom bo'lib tursalar, xudo xolasa tez kunlarda ochilish marosimi bo'ladi dedi. Xudo xolasa indigi juma kelganimizda o'zi bo'lsa, o'zidan yana ham batafsil ma'lumot olib beramiz. Eslatib o'tamiz. Hozir bir eng chiroyli bir fayzli oylardan birisida turibmiz. Rabiul avval oyida turibmiz. Payg'ambarlarimizning taxallus topgan oylari. Salovatlarni ko'proq aytsak payg'ambarlarimizga shunchalik yaxshi bo'ladi yurtdoshlar. Bu bir eslatma sifatida qabul qilasizlar. Har kim har xil tushunmasin. Asa xudo xolasa bu yerga kirib o'zimiz bilgancha o'zgarishlarni ko'rsatamiz. Kamchiliklarni aytib o'tamiz. Ekranimiz ostida karta nomerlarini qo'yamiz. Imkon qadar majbur emas yurtdoshlar. Bee'tibor bo'lmang, ozgina yordam bersak. Uzr. Tez kunlarda masjidimiz ham ochilish marosimi bo'ladi degan niyatdamiz. Xudo xolasa uzog'i 1 oy, 1,5 oylar boradi. Undan ko'p o'tmasa kerak. Bu yerdagi ishlar уже 80-85% bitib bordi. Esa videolarimiz boshlandi. Yering ukajon. Bismillahirrohmanirrohim. Mana birinchi o'zgarishdan kashillarni o'tgan safar ko'rsatganman. Mana ko'rib turganingizdek. Kashillar 100% bitgan. Endi bera lessisani qo'yganlar bu yerda. Endi buni ustidan yanada granit yopishtiriladi, keyin chiroyli bo'ladi. Hozir qo'ymagandan sabab, yana chayga o'tirish uchun qo'ymin qo'yibdilar buni. Hali o'tirishadi chunki ko'p qo'yilgan bu yerga chayga. Bismillahirrohmanirrohim. Yashang. Bismillahirrohmanirrohim. Mana masjidda o'zgarish. Usta harma. Assalomu alaykum. Mana mehrab ishlari bo'lib turibdi. Yana gumbazimiz. Bu yerda mehrab ishlari bo'lib turibdi. Usta harmoqlar. İşte yaxshimi? Bu gipsdanmi yo nadanmi? Alibastardan ha? Gips. Naqshi o'zingiz qo'yib keltirmisizlar uni? Молодец. Rang berilmadi bunga? Görüp turarlarınız deyil. Bu yerda yaritqichlar bo'ladimi, bo'lmaymi lampochkalar? Yanadi ichi, ha? LED lampochkalar bo'ladi shunday. Mahalliy ustami, neriki ustalar ne edasizlar? Urganchdan kelib ishlab turibsizlar, ha? Молодец, Alloh razı bo'lsin. Mahalliy ustalar Urganchdan kelib. Sizlarga qaysi yerlar berkitilingan endi? Bu mehrab bilan gumbaz. Gumbaz ichida ham shunday naqsh bo'ladimi? Noma'lum, ha? Endi ishingni nasini qarab biladi bular ham yurtdoshlar. Hammasi mablag' tarqaladi. Ozgina yordam berib tursak, xudo xolasa yana bu masjidimiz ham 85% bitdi hisobi. Yana bu ustunlar ham sizlar ishlaysizlarmi? Bular ishida yana. Hali bu yerlar bir nozdeklanib, bir chiroyli rang berilib, bunga bir naqsh berilsa kerak. Hozir o'zimiz bilgancha ko'rsatib o'tamiz.
Yatarlar işte bir misli ya bir de. Yatarlar işte bir de gelmez. Gördün. Mana shunchalik. Sizga ko'rsatamiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yani bir yan tarafı giradigan yernem zina qo'yganlar ko'rib turganingizni. Lekin kashalari 100% bitgan bu yerda. Masjidni. Yine bu izler qo'yilgan. Nayranlovchi yo'lakchasi bor. Bu yan taraflarda o'zgarish yo'q ekan, ozg'inlikcha o'zgarishni ko'rsatib o'tamiz. İnşallah o'zgarish hozirlikcha. Geldi o'xshaydi bu yoqqa. O'zgarishlar shunday. Hozirlikcha o'zgarishni shunda to'xtatib turamiz, chunki aytgan odamimiz keldilar. Yine yurttaşlar görüp turganingizdek Molla Atam o'zi ham kelib qoldi. Xudo xolasa o'zidan batafsil ma'lumotni olamiz. Hasan Molla ata, o'zingiz bir so'rashib. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rib turganingiz kabi, Xudo xolasa Tanlibol masjidimizda qurilish ishlari davom qilib turibdi. Bugungi kunda ichki va tashqi dizaynlarni Xudo xolasa qilib bo'lsak, masjidimiz tayyor hisobda ekan bo'ladi, Xudo xolasa. Bugungi kunda ozgina bir mablag' taraflama muammolarimiz bor, ozgina qarzlarimiz va shu masjidning tashqi qismida burchakka qilishimiz kerak. Ichkarisida remontlarimiz ham bor. Ozgina shunga bir amaliy yordam bersalar inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Bugungi kundagi o'zining baytidan qilib turgan xizmatlarimizdan, xayriyasan sohiblaridan, xizmat qilib turgan usta akalarimizlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Alloh taolo sizdan ham rozi bo'lsin. Ishlaringiz omad, kuch-quvvat. Zabollar hakkında bir ma'lumot kirizar. Zabollarimiz hozir Ashxobod mahallasida shunda bir tadbirkorimiz bor ekanlar. Shular ishlab chiqarib turibdi ekan. Qarza durib turamiz dedilar. Bir oy, 1,5 oy davomida asta-sekin bersangiz, Xudo xolasa shuni hammasini qilib beramiz dedilar. Qarshimda bo'laman. Boshladi Xudo xolasa. Ana yurtdoshlar ko'rib turganingizdek, men endi zabonni ko'rsatmay turgandim, o'zingiz bo'lmagancha men aytib videoning boshida aytib o'tgandim. Bir sababli yo'q deb. Endi o'zingiz kelib qoldingiz, yana Molla Atam o'zidan batafsil ma'lumot oldik. Ozg'inakkina beri yordam kerak, iloji bo'lsa mablag' taraflama yurtdoshlar. Xudo xolasa bir tez kunlarda sentabr oyining oxirlarida bo'lar, xudo xolasa niyatimiz. Maqsadimiz ham shunday. Alloh. Asa e'tiborli bo'lib shu ekraningiz ostida shaxsan Molla Atam o'zining nomeri bo'ladi. Shunga ulangan plastik karta bor. İmkan qadar yordam bering yurtdoshlar. Endi ko'pi ketib hozir qoldi. Menimcha 85% bo'ldi kerak. Ha, 85% bo'ldi. Ana, asa bir duo qiling o'tganlarni bir. Ilohim, bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah ya robbil alamin. Zotga mo'zina duolarimizni husn maqbul aylagan. O'tganlarimizni rahmat va mag'firat qilgin. O'zining baytinga xizmat qilib turgan ustalarimiz bor, tadbirkorlarimiz bor. Allohim tadbirkorlarimizni ishlarini o'zing barakatli qilgin. Yurtimiz tinchligini bardavom muborak aylagin. Allohumma salli va sallim Allohu akbar. Yine Molla Atam o'zi ham kelib qoldi. Ko'rganlaringizdek. Omonatini topshirgan inson sho'ra keladi ekan. O'zlari keldi. Qisqagina ma'lumot olib qoldik, to'g'ri tushunasizlar. Yine bu taraflarni ham ko'rsatib o'taman. Hozirlikcha o'zgarishlar shu. Bellarni ham qabrlayana zabor tartibga yotdilar, zabor yarım bitib, yarım bitmay, uni ko'rsata olmaymiz chunki bir narsani bitgandan keyin ko'rsatsak bir o'zgarish bo'ladi. Ulam yana Molla Atam tepada aytib o'tdi. Qarzina dedi. Bir yer kat yo'lxonasi ko'rganlaringizdek bellarda o'zgarish yo'q. Menimcha bunga bir eshik oynam kerak o'xshaydi. Ko'rib turganlaringizdek. Hozirlikcha o'zgarish shu. Mana. Bu taraflarga Xudo xolasa
Kaşıkları bitip çırayla çıkan. Şimdi bir yerine ve 1 metre diğerine beton buladı bunun şu önüne. Bir yan tarafı kuda kalasa bir çatke basıladı. Ki zabor geledi. Gül paya bulan mı bu muyum bilmeyeyim ben. Lekin bir yerine yine zinasını kuda kalasa kuyuluş jarayonuna gelip turdu. Görüp tursular. Şuna bir yurttaşlar doğru düşünesizler. Şimdi adam köpeği gitti bir de. Azgın hakkına mollatam özü aytı gitti. Emeli yardım gerek dedi. Şimdi emeli diyenin meblağ taraflarına ağzına yardım gerek oldu diye. Karzalığımıza mencep oldu dedi. Şuna bir etibar bulmagalı yurttaşlar. Kuda kalasa. Azgına kimdir? 5 somdu 10 somdu. Şöyle yöneltirsek kuda kalasa bu meçhitimize çıraylı bir takvadar meçhitlerden buladı kuda kalasa. Şimdi doğru düşünesizler. Videomuz kıskarak oldu. Yürüyün de öpeceğim. Sebebi görüp dursalar. Ekemizin ekkeldiler. Onam şöydeyken cayları. Bu kişinin hem cayları cennetten bulsun. Şunun için doğru düşünesizler. Kıskarak video oldu. Görüp durgallarınız deyin. Kim ki ihsan kılmakçı olsa şu ekranınız aslında şahsen mollatan özünün telefon nömrü var. İyi şunu ölengen karta nömrü var. Gelmek erinsenizde başka kılsanız da telefon kılıp açsanız da nereden karşıdarlığı olsa sizlere karta rakamını taşıp veredim mollatam. Bemalol ötkez verişleriniz mümkün. Şunun bilen bugünkü videolarımızı yakınlayımız. Yetkazgan vaqtlarinizga razı olasizlar. Keyingi efirlarda uchrashguncha Allohga omonat bo'linglar.